Taxminan 1 oycha oldi, xuddi mana shu joyda mana shu furani sherigini kanalimizga qo'ygandik. Bizni kuzatuvchilarimiz bo'lsa ko'rgan bo'lishi mumkin. U fura o'zi sotilib ketdi. Endi mana shu sherigi ham sotuvda. Komplekt narxini egalari 80 ming AQSh dollari deb aytayaptilar. Telefon qilib o'zlari bilan yana kelishsangiz bo'laveradi. Furani ma'lumotlari bilan endi birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Birinchi bo'lib Tigashdan boshlaymiz akalar. Bu 2013-yilda ishlab chiqarilgan, oldin qo'yganimiz u 2012 yili. Bu 484 kuchiga ega, bosib o'tgan masofasi 1.105.000 km masofani bosib o'tgan, avtomat korobkada, retardasi mavjud. Salonni ichki holatlarini videoda o'zingiz ko'rib baho berib qo'ysangiz bo'lardi. A'lo darajada turibdi. Hech qanday kamchiliklari yo'q. Akkumulyatori yaqinda yangi qo'yilgan, radiatorini ham resdan kelgandan keyin egalari yangi qo'ydirib qo'ygan ekanlar. Balonlari oldi 100% yangi, orqalari rabochiy holatda turibdi. Baklari bu tomonda 350 litrli bak, bu tomonda 650 litrli bak bilan jihozlangan. Adburu sistemalari uzdirib qo'yilgan. Xullas, kamchiliklari yo'q. Motorini ham kolsa qildirib qo'yilgan ekan. Undan keyin 2 martacha resga chiqib kelgan mashina. Endi refga keladigan bo'lsak, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Krone ref bo'ladi. Agregat Termekeng SLX Y300 agregatda. Eshigini ruchkasi 4 tali ruchka. Ichki holatlarini ham videoda ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Pollarini ko'tarilgan joylari yo'q, devorlarda kaltak yegan joylari yo'q ekan. Moslari saf mos bo'ladi, lentakasi ham bor, balonlarning holati hammasi yaxshi holatda turibdi. Agar mana shu komplekt furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalar o'zlariga telefon qiling, o'zlaridan to'liq ma'lumotlarni olasiz. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Bu videoni mana shunaqa Manevra 5 ref qidiruvga fura tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz bo'laveradi. Hammaga rahmat.